qo'llanma sifatida haligi asrlar davomida o'qigan. Endi mana shu bu nimani bekorga aytmaydi. O'zini daholigini bilmagan dahoning daholigi dargumon degan bir gap bor. Navoiy o'ziga o'zi baho berib boryapti. O'sha Nizomiyni uni tabriklagani, duo qilgani, demak Navoiyni Farsiy so'z san'atini daholari e'tirof etgani ham olganini bildiradi. Navoiyni ikkinchidan mana shu sharqni buyuk so'z san'atkorlari qatoridan joy olganini ko'rsatadi. Va bu nima matn bekorga kiritilmagan. Navoiy o'zini hamsasiga ham, o'zini ijodiga ham, o'zini iste'dodiga ham shu bilan baho berib, o'zini darajasini o'zi ko'rsatib ketyapti. Endi masalan Jomi ham Hafs Avrang haligi dostonini nimasida, xotimasida aytib o'tadiki, yaxshiyamki Navoiy Turkiyada qalam tebratdi. Agar Forsiyda qalam tebratganida edi, boshqalarga non olmas edi deb haligi bir mubolag'a tasvirlari bor. Va shu yerda yana bitta gap bor. Abdurahmon Jomining Yusuf va Zulayho degan dostonida Yusuf siymosida aslida Navoiyni tasvirlagan degan adabiyotchilikda gaplar bor. Yusuf siymosida Navoiyni ko'rgan. Navoiy ham o'sha Jomi orzu qilgan Jomini idealidagi shaxs bo'lgan. Endi nimada sharq nimani Navoiyni o'zi haligi Farsiy va Turkiyada ijod qilgani haqida gapiradiki, go'yoki men bozorda ikkita do'kon ochganman, bittasi zargarlik, bittasi qandolat mahsulotlar sotadigan. Bu mana o'sha haligi biri Farsiy ijodim, biri haligi Turkiy ijodim deb aytadi. Endi Navoiy o'zigacha o'tgan Farsiy so'z san'atkorlaridan qanchalik ta'sirlangan bo'lsa, o'z davri va o'zidan keyingi fors tojik adabiyotiga ham juda katta ta'sir o'tgan. Mana masalan Majolisun Nafois degan tazkirasida 459 ta shoir haqida baho beradi. Shundan 39 tasi Turkiyada yozgan, demak 420 tasi Forsiyda yozgan. Shuning uchun Farsiy adabiyot namoyandalari ham Navoiyni mana shu asarini biz uchun juda bir katta manba. U o'sha davr adabiyotini yoritib bergan juda muhim bir asar sifatida uni tan oladi. Bundan tashqari mana Eron, Afg'oniston, Pokiston, Tojikiston juda ko'p sharq mamlakatlarida Alisher Navoiy o'sha Farsiy shoirlarini homiysi va tarbiyotchisi sifatida ham juda katta hurmat e'tiborga sazovor. Bilasizlar, u juda ko'p iste'dod ahliga yordam bergan. Mana masalan Marhom degan tarixchini bilamiz, 7 daftardan bittadan iborat o'sha Ravzat Safo asari. Shu kishini davralarda tarixdan gapirib hammani og'ziga qaratib yurganini eshitib, Navoiy shularni bir kitob qilib yozing. Hamma sharoitim yo'q desa, o'zini o'sha Xalosiya madrasasidagi hamma nimalari bilan jihozlab qo'yilgan xonasining kitoblari bilan beradi. Yoki Atoulloh Husayni degan juda katta adabiyotshunos o'tgan, Badoiy Sanoiy degan asari juda mashhur, Alibek Rustam tarjimasida yetib kelgan. U kishi adabiyot nazariyasidan ilm badidan ma'ruza o'qiganida, hatto Navoiy ham qo'liga daftar qog'oz bilan o'tirib eshitgan. Shunchalik hurmat ixlosi nimasi baland bo'lgan ekan. Va mana shu kuni bir o'zi dars beradigan Ixlosiya madrasasining yaqinidan bir hovli olmoqchi bo'ladi-da, boshqa birov o'rtaga sutilib savdo buziladi. Keyin Navoiyga shikoyat qilib borsa, endi bilasizlar, Navoiy bosh vazir bo'lgan, vazir a'zamning buyuk vazir. Shaxmat o'ynab o'tirgan ekan. U shu dardini aytadi, Navoiy indamaydi-da, endi shaxmatni o'ynayverib, nima qilsa, nima qiladi, ko'ngli ozor chekadiki, mana bu nima hazratga malol keldi shekilli. Bu o'yin tugatgandan keyin aytadiki, siz albatta shu uyni olmoqchimisiz? Yoki bundan ham bir yaxshiroq suv yoqasidagi bo'lsa, yo'q demaysizmi? Va buni ustiga tekinga ko'rsating. O'sha paytda bir vazirlardan bittasi o'tgan bo'ladi-da, uni vorisi bo'lmagani uchun juda bir hashamatli
hovlisi qolgan bo'ladi egasi va shuni o'sha Ataulloh Husayniga Navoiy tuhfa qiladi. Bunaqa misollarni juda ko'plab keltirish mumkin. O'sha Navoiy masalan juda ko'p iste'dodlarga homiylik qilgan. Sadriddin Ayni Alisher Navoiy haqidagi monografiyasida Navoiyga bag'ishlangan 46 ta asarni sanab ko'rsatdi. Navoiy bevosita homiylik qilgan va shu uchun Navoiyga bag'ishlab yozilgan asarlarni. Yoki Abdurahmon Jomiyning o'zi 27 ta asarini o'sha Navoiyning tavsiyasi yoki o'sha maslahati bilan yozgan. Bu ham aytiladi. Shunchalik haligi nima. Mana masalan o'sha arab tilida shayx avliyolar haqida tazkiralar juda ko'p, lekin forsiyda bu narsa deyarli yo'q. Shu siz bitta shuni bir kitob qilsangiz degandan keyin Abdurahmon Jomiy o'sha Nafahatul Uns degan tazkirasini yaratadi. Bu yerda 616 ta adashmasam shayx avliyo haqida ma'lumot bor va oradan 20 yil o'tib Turkiyada ham shunday bir haligi tazkira kerak-ku ma'lumot avliyolar, shayxlar haqida deb Navoiy mana shu yerda aytadi. Men davlat tashvishlari turli nimalardan ortib shuni tarjima qila olmadim. Ko'p yillardan beri o'ylab yurardim, shuni Turkiyaga o'tkara olgayman. Ya'ni tarjima qilishda bu ham bitta sinov, o'tkara olgayman. Va u paytda tarjimaga erkin yondashilgan Navoiy o'sha Nasoil Muhabbat nomi bilan tarjima qiladi va unga juda ko'p yangiliklar kiritadi. Masalan, Hind avliyolari yo'q edi, men hatta Hind avliyosini qo'shdim. Turkiy avliyolar yo'q edi deydi. Men 100 ta Turkiy avliyoni qo'shdim. Keyin o'sha arab, fors nimalarda mashhur bo'lgan, lekin Turkiy xalqlar orasida mashhur bo'lmagan ancha avliyolarni qisqartiradi, boshqalarni. Shu bilan birga o'zining zamondoshlarini ham qo'shadi. O'sha Lutfiylar, boshqalar hammasi Nasoil Muhabbatda bor. Mana shunday, shuning uchun ham bu ham tarjima, ham original asar. Tarjimaligi, masalan, o'zgartirilmagan joylarini aynan tarjima qilgan, men ba'zilarini qiyoslab ko'rganman. Lekin o'zidan qo'shib, o'zgartirib, qisqartirib, boshqa qilib juda ko'p va 777 taga yetkazgan. 616 ta edi-ku. 777 taga yetkazgan. Masalan, Hofiz Sheroziy haqidagi bir yarim metrik nimasini men solishtirib ko'rganman originali bilan. 5 ta abzasdan iborat. 3 tasi Jomiyniki va Jomiyni o'sha gaplarini deyarli so'zma-so'z tarjima qilgan. Birorta u yoq bu yoq bo'lmagan. Lekin orada 2 ta abzas o'zidan qo'shgani endi Xo'ja Hofizning ijodiga, she'riyatiga berilgan baho. Hofiz haqida minglab tadqiqotlar yaratildi, lekin ana shu Navoiyning 2 ta abzasiga hali yetib borgan emas. 2 ta abzasiga yetib borgan emas. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni Navoiy umuman ana shu majolisi Nafoisga ham qarasangiz agar qisqa bir abzasda yarim betda shoirlarga baho berib, shaxsi, ijodi haqidagi qaymoq so'zni aytib ketgan. Uni tushuntirish uchun, uni sharhlash uchun biz risolalar yozsak ham kam. Navoiy mana shunchalik uni baholari juda haligi nima, har bir so'zi joyida, har bir haligi nima. Endi nimada Sharqda endi Sharq ko'proq o'sha an'analar, she'riyati boshqa deymiz, bitta fikr yoki bitta tashbihni rivojlantirish, uni yangi bir qirrasini ochish, yangi ma'nolarni kashf etish Sharq uchun oddiy hol bo'lgan. Mana men kecha Navoiyshunoslik konferensiyasida ma'ruza qilganimda o'sha Orazim yo'q qosh ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'och quyosh degan o'sha mashhur baytlarga asos bo'lgan va bu bayt ta'sir ko'rsatgan o'nlab baytlarni topdim. O'qigan paytlarni belgilab qo'yganman. O'ndan ortdi va bular hammasi o'sha masalan ma'shuqaning yuzini quyoshga o'xshatish, oshiqning ko'z yoshini yulduzlarga o'xshatish, sochini deylik pardaga o'xshatish, ya'ni sochini yozsa yuzi to'siladi. Va bular juda ko'p shoirlarda uchrashi va har qaysisi bitta nuqtani bo'lsa ham ochgani, rivojlantirgani ko'rinadi. O'zi bunga ilhom bergan nima? Kamol Xo'jandiyni Toru nafushi kayshava azbiza ashqi moravon oftob pinhon nagashda oftob ahtar nima oyati.
Mana shunday bir bayti bor, ya'niki sen yuzingni yopmasang, bizni to'smasang, ko'zimizdan yoshlar oqmasadi. Chunki quyosh botmay turib, osmonga yulduzlar chiqib kelmaydi. Va xuddi shunday bayt xayoliy Buxoriyda bor ekan, uni davrida Ohiy degan shoirda bor ekan, Osafiyda bor ekan, xo'sh nimada yana Binoyda, keyin Huzuriy, shunday oxiri Rojigacha keladi. Yoki Navoiyning mashhur o'sha odamiy ersang demagin odami, oni kim yo'q, har qaniydan g'am, hammamiz yaxshi bilamiz. Xuddi shunday bir bayt Sa'diyda bor. Tugar mehnati digaron beg'ami nashoyatga nomad qo'ygan odamni. Ya'ni sen boshqalarni g'amiga beparvo bo'lsang, seni odam deyish mumkin emas. Ya'ni inson degan nomga loyiq emassan. Lekin u boshqalar deb umumiy aytgan bo'lsa, Navoiy buni ijtimoiy nimaga ko'targan. Xalq g'amini demasak. Endi oddiy nima, ijtimoiy nima kasb qilyapti. Ya'ni zo'rroq qilib aytyapti. O'zi butun adabiyotda ham, boshqada ham bir fikrni bir qancha takrorlarini tashbihni ko'rishimiz mumkin. Kim zo'r qilib aytsa, o'shaniga mashhur bo'ladi-da. Mana masalan, Abdulla Qahhorni adabiyot atomdan tushdi. Lekin uni kuchini o'tin yoshga sarflash kerak emas degan nimasi juda haligi mashhur bo'lib ketdi. Shunga o'xshagan fikr Qadda Tursunov o'qituvchi degan romanda bor ekan. Lekin unga birov e'tibor qilmagan. Demak, bu zo'r qilib haligi har bitta so'zni joy-joyiga qo'yib, nishonga tegadigan qilib aytgani uchun bu mashhur bo'lib ketdi. Qaysi bir oldi yozgan? Qadda Tursunov oldi yozgan-ku. Aytmoqchi bo'lganimki, bu o'quvchilardan o'qituvchilarga mana bu narsa bir nima, umuman shunaqa bir tajribalar ham, boshqalar ham bor. O'sha sharq adabiyotida o'sha an'anaviy nima bo'lgani uchun bunaqa nimalar juda ko'p. Yoki mana o'sha Hasan deyiladi, Navoiyga juda kuchli ta'sir ko'rsatgan dedik. O'sha ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga, ne baloli kun edikin oshno bo'ldim senga deydi. Hasan Dehlaviyda xuddi shunga o'xshagan bir bayt bor. Mubtalo gashtam mani bechora to didam tura. Ey balo angiz nogat az kujo didam tura. Ya'ni bu ham xuddi haligi seni bir ko'rdim-u, mubtalo bo'lib qoldim. Qayerdan ham seni ko'rdim. Bunda ham xuddi shu, lekin o'sha haligi shaklini topib berdi, ko'proq o'sha she'rning arxitektonikasida. O'sha har bir haligi nimani ularni ochig'i men kecha yana bir nima qildim. Qoshki radifni Navoiyda g'azal bor.